Assalomu alaykum gruppamiz aziz obunachilari. Biz Lyugon ekskavatorni olib kelganmiz Samarqandga. Mana ko'rishlaringiz mumkin 922 markalidagi Gusnishni ekskavator. Bunda bo'layotgan muammo vtulka palislarda ancha luft bo'lgan. Xudo xohlasa zavodskiy holatda qilib beramiz. Zavodskiy vtulka palislari. Mana bu joyida shapkalik, qalpoqlik vtulka bo'ladi. Buni zavodskiy yo'q ekan, do'konlarda ham, umuman O'zbekistonda yo'q ekan. Shuni pridilga qilib tayyorlab beryapmiz. Qolgan joylarni ham mana rastoshka qildik. Mana bu joylarni vtulkaga moslab berdik mana. Kovush qismlari ham shunaqa holatda bo'lgan mana. Zavodskiyga o'xshagan holatda bitdi mana. Yana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Rastoshka xizmatlari, gidrosistema, elektr qismlari. Shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, aloqa chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab remont qilamiz. Turgan joyida bemalol aloqa chiqishingiz mumkin.